To'ppa-to'g'ri. Kimnidir singlisi, kimnidir opasi bor. Xudoyor ismim. Ismingiz chiroyli ekan. Xursandman. Salom. Assalomu alaykum. Meni ham qo'shing. Xo'p bo'ladi aka. Efir uzishim bilan kim menga podpisatsiya qilgan bo'lsa, men hammaga qaytaraman. Menda o'zimdan nimadir yasab olish yo'q. Men borimchaman. Bundan 2 oy oldin kirdim, 15 kun vidoshi bo'lib efir ochdim. O'sha vaqt ichida menga o'zgarasan deydiganlar bo'ldi. Men o'zgarmadim. Avtoritet aka, Nodir aka edi ismingiz. Assalomu alaykum. Tuzumsiz qalaysiz? Erkin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Yetdilar, rahmat. Lekin siz ismingizni aytmadingiz. Ismingizni unaqa qilmang. Chiroyli stiker jo'nating. Mana men hamma bilan normalniy gaplashib o'tiribman. Men xoliyman. Mayli, plan yopilmasa yopilmasin. Onasini hamsin, plan hech narsa emas. Xo'p, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bilasizlarmi? Men ochyapman efir. Shu yerda dostoyniy odamlar bo'lsa, например, akalar, ukalar. Hoji aka, borichamisiz siz? Men borimcha o'tiribman. O'zimdan nimadir yasayotganim yo'q. Yo'q. Siz o'zgarmang. Ko'pchilik aynib ketadi deydi. Odam o'zida bo'lsa buzilmaydi. To'ppa-to'g'ri bitta narsa-da, aynib ketadigan, yengil tabiat bo'lib ketadigan, isqirt bo'lib ketadigan odam bigoga kirish shart emas. Uyda o'tirib ham bo'ladi. Ishoninglar, bigoga kirmasdan ham bo'ladi. O'shaning uchun odamlarga bunaqa aynib ketasan, yengil tabiat bo'lib ketasan deb falochmanglar. O'zgarib ketsa, aytinglarki, sen boshida kirganingda men bunaqa eding, hozir men bunaqasan deb aytinglar bo'ldi, o'shani o'zi yetarli. Ungacha falochmaymiz. Voy, yetdilar, nimaga qilaverasiz? Men ismingizni so'radim aka. Ilgari nikingiz nomi nima edi? Jilim bo'lgan. Qo'shuvni yaxshi ko'rib, jilim uzorim, jilim deb qo'ygandim. Ramashkani rasmi bor edi. Keyin mendan keyin bitta qiz ishlatdilar meni profilimni, endi o'zim qaytarib oldim. Dilbarim bo'ldi mendan keyin. Voy, Anvar aka, layklar uchun rahmat. Zakariyo. Xursandman aka, joningiz sog' bo'lsin. Yegayotganlar, assalomu alaykum. Balkon, hammaga assalomu alaykum. Men borimchaman, lekin avval birinchi kirganimda negativlarga yaxshi gapirardim. Bo'lmas ekan. Rahmat. Yana shunaqa. Naqa qilmang, chiroyli stiker jo'nating. Ya. Liftga hech kimni torta olmayman. Lift ishlamayapti. Oyijon, tanishish rasmiy 25.90. Yo'q. Yetdilar, yana xafa bu stikerlar. Profil kerak bo'lsa aytavering Zulayho. Yo'q, o'zimni profilimni ishlataman aka. Kerak emas. Men o'sha boya aytayotganim gapimiz bo'linib qoldi. Grediga qiziqib ko'rdim. Ko'pchilik gredi deb aytishdi-da. O'shaning uchun sizlardan maslahat so'radim. Grediga qiziqaymi, qiziqmaymi? Rahmat, sog' bo'ling. Privet. Grediga qiziqaymi, qiziqmaymi deb sizlardan so'ragandim. Ko'pchilik srazu yo'q deyishdi. Sizlarning fikringlarni hurmat qilib, gredi o'ynamayman. Assalomu alaykum. Va alaykum